meni kelinim katta odam aytayapti shuni. Tekinxo'r. Ya? Qanaqa tekinxo'r? Hech qayerda ishlamaydi. Ya? Qayerda ishlash kerak o'zi bu? Bola tuqqanmi? Uchta bolasi bor. Eri ham bormi? Eri ham bor, qarayapti. Qayerga kirib ishlasin bechora? Uchta bola tug'ibdi. Katta qilayotganimiz, erini qarayotganimiz, ro'zg'orni qarayotganimiz, yana u tekinxo'rmi? U tekinxo'r emas, birodar. Uni yashashi haloldir uni. Bu imtiyozni Alloh bergan unga. Qaysi biri e'tiroz qiladi bunga? Qaysi biri e'tiroz qiladi? O'zimday o'ylab ko'rsa, bola tug'ib, parvarish qilib, uni ta'lim tarbiyasini berib, uy joyga, ro'zg'orga qarash, bundan ham katta ish bormi? Bundan ham muhim ish bormi? Aslisini indallohini aytsangiz, kaminangiz huzuringizda ma'ruza qilib o'tirishlariga ham uydagi ayollarimizni tinch o'tirgani sabab.